Men Real Madridda barcha sovrinlarni qo'lga kiritdim. Lekin bugun men mag'lubman. Endi hech narsa oldingidek bo'lmaydi. Hamma menga qarshi. Butun dunyo meni Realdan ketishimni xohlayapti. Bunday bo'lishini xohlamagandim. Men axir harakat qildim. Men hammasidan charchadim. Men Real Madrid uchun jonimni berdim. Lekin bugun yuragim og'riyapti. Ular mendan bittada voz kechishyapti. Men yigitlar bilan faxrlanaman. Ular nima qilish kerak bo'lsa barchasini bajarishdi. Xafa bo'lmanglar, boshinglarni tik ko'taringlar. Axir biz Chempionlar Ligasini 15 marta qo'lga kiritganmiz. Muxlislardan uzr so'rayman. Biz hali kuchli jamoa bo'lib qaytamiz. Biz Chempionlar Ligasida doim g'olib bo'ldik, lekin Barselona anchadan beri Chempionlar Ligasida g'olib bo'la olmayapti. Men Barselonani chempion qilmoqchiman. Biz axir futbolni tug'ilishiga sababchi bo'lganmiz. Barselona, yur, sening ham chempion bo'ladigan payting keldi. Rahmat Real, men sen bilan bitta davrda yashaganimdan faxrlanaman.